Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat, hurmatli ejeler opalar. Negizgi birinchi duodan boshlaymiz. Alloh taolo o'zining mehrinde, bo'rker zatsini shunday bugungi kunda Imom Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning altındagi mesjidda bugungi kunda shu kishini arz bo'lgan bo'lsanizga mehmon bo'lib kelgan ota enalarimizga o'sha apalarimizga salomlarni berib ko'rdi. Bu apalarimizning kelajakda o'sha butun Qirg'izistonga, butun insoniyatga ko'p foydasi tegadigan insonlardan ularning yo'llarini kechirib, so'b ishlarini bo'ydirib, ömrünü, imanını, qilgan ishlarini o'zini berib ko'rdi. Hurmatli jamoat, bugun 14 may biz o'sha bir jumadan beri o'zingizlar bilasizlar, shariatda qo'ldan kelsincha ejasingizlarga, tuyg'anlarga, ko'pincha ayol zotına yordam berishlikka undaydi shariat. Sebep deganda ayol kishi olsiz bo'ladi. Boy bo'lsa da, aqlli bo'lsa da ayol kishi erkak kishiga qaraganda olsiz bo'ladi. Biz erkak kishi ko'chaga chiqib ishlayotganimiz, boshqa yerga borib yotib qolishimiz uchun ayol kishiga olsiz bo'lganligidan o'sha narsani o'rgatib, o'shaga ancha-muncha shaharda yurgan, ancha-muncha ayolda qo'lga olgan insonlar bilan muomalalar balanishib turamiz. O'sha munosabat o'tgan o'sha medresalardagi o'sha sizlarning yordamingizlar bilan Alloh taolaning rahmi sizlar o'sha apalardan to'ragan baldarimiz, o'g'illarimiz, aka-ukalarimiz, xo'jayinlarimizni qo'shuv bilan shunday ahvolga bunga yetib keldik alhamdulillah. Buni sizlarning salomingizlar o'ta cho'ng. Bugun biz sizlarga chaqirishdan maqsad ehson ortib bo'layotganda gerek insanlar uyga kelib tomoq berayotgan, gerek insanlar bir uy qurib berayotgan, gerek insanlar aqcha olib berib qo'yayotgan, gerek insanlar o'sha qo'lni demay bo'lsa o'shani berayotgan. Bugungi kunda bu o'zimizning go'ri tasdan ancha-muncha yaxshilik qilib qo'ldan kelishincha o'sha jamoati mumkinchiligi bo'lgan azaldan produktga boshlansa berib turamiz, biroq oldida bizda kimdir qo'ldan qarab qolayotganimiz keldi. Bugun o'sha Xushobqa o'sha biz mesjid tegaragida 5-6 mahalla nazarasining ko'chalarga o'sha bir 100 ayollar chekka turgan taxminan olib kelganmiz. O'sha 3 metrdan materialdan, ya'ni cheerlardan filasi, chunki ayol kishiga 3 ta muazzamdan 3 metr chek oladi ekan. O'shalarni kechagina uylarda bor kesib, tayyorlab, ana buni o'zganda o'shda kishini taratdik. Ko'chada, o'shlarda portalarda juda taratib degan bo'lib qoladi ekan, qiynalib qoladi ekan hozir sizning. Mana uyda talablar sizlarni o'sha joyga chaqirib qo'ydi. Albatta bu bir to'g'onlar arzu olganda eksan negisi. Bundan ko'pini loyiq tutsak inshaalloh. Ayol kishilarimizga apalarimizga qancha ko'p bersak o'shancha oz negisi. Sebebi sizlarning tarbiyangizlarni ko'rdik, sizlarning duolaringizlarni oldik. O'sha apalarning tarbiyasini shunday dengizga yetib olsak alhamdulillah. O'shaga bugun o'sha mobillik tejasingizlar bilan maslahatlashib turib, bugun shaharga qaytib kelish keraklar. Kishini sevtir chiqib keladigan o'zini aytdi. O'sha vaqtdan sonra biz mutavarrisi o'sha Zapoza Zakir akalarimiz kishini so'zlab berib, o'shaga o'sha kishini arzorni ma'lumotlarimizni o'sha sizlarga hozir shuna qarab, yoshini qarab bersak, o'shani qabul qilsangizlar inshaalloh ana duo qilsangizlar o'sha bilan bo'lib bersa. Ana davom Alloh taolo mumkinlik bersa, bundan ko'p ehsonlar bo'lib qolsa, zamonida o'sha ayimizlarga, apalarimizga, ejelerimizga, yurtdoshlarımizga barlig'ini tegiz berishlikka inshaalloh harakat qilamiz inshaalloh. Buyursa. Biz hozir unda sizlarning vaqtingizlardan ko'p olmaylik. Biz bundan onu beraveraylik. Zakirga bu yoqdan gapirib so'rab bo'lardi inshaalloh. Hozir buni yoshlardan qanday qilib bersak, bir maslahat beringizlar. Manda men ko'tarsam bizdan olaverasizlar, yaxshidan manda svet, oqsoqollardan manda svet beraylik. Qanday deysizlar o'shani? Bu qaror olsangizlar bo'ladi, ha? Bo'ladi. Ne kadar öğrendim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Suhali Arakan'dan bir rivayet var ki kimin erteyapti? Biraz vaktinlarda hava canlı ömür boyu bu yerden kılan ammalardan yaxşı değil. Sebebi mana masjid ichida olgan o'tiribmiz. Bu xudosi ajrlar juda katta bo'ladi. Alloh kimni hidoyat qilishi sizning qalbingizni islomga burib qo'yadi. Shunday Robbim Alloh dinni islom payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallamning dinida yashashimiz kerak.
Allohga hamdlar bo'lsin, Alloh shazonlar bo'lsin. Ustini osmon yaratgan Alloh. Qopqog'i yo'q dengizlarni yaratgan Alloh. Tog' toshlarni yaratgan Alloh. Qilsangizlar ishlaringizlarni yaratib, rizqni sharch qo'ygan Alloh. Mashina bir chekkadan ko'talasini o'zlari qilib beraverasizlar. Mana endi alhamdulillah musulmon qilganiga shukr qilishimiz kerak. Din nima, shariat nima, islom nima, namoz nima? Juma namozini farzat qanaqa bo'ladi? Bir oyda bir kelgan Ramazon oyi sayida oylaringiz Ramazon oyida nima qilish kerak? Hammasidan xabar ko'rgan bo'lsak, ziyondan uzoqroq foydaga yaqinroq bo'lib qoladi. Din nima deganda bu din arabcha so'z bo'lib, tajribada to'g'ri yo'l tuzilmani aslan anglatadi. Shariat nima deganda bu to'g'ri yo'l tuzilmani asli bo'lib, arabcha sharqun so'zdan kelib chiqqan so'z. Din va shariat nima deb savol berilsa, aniq javob shundayki, din va shariat yashash uchun tanlab olingan qonun qoidalardan kelib chiqqan yo'l tuzildir. Din va shariat ikki xil bo'lib, birinchisi ilohiy din, ikkinchisi insoniy din. Bu ilohiy din, ilohiyga bo'lib saratonli kunlar 60-70 graduslik islom kunlar qattiq issiligi, asrdan keyin havo aynib ketib, yomg'ir qorga aylanib ketishliklari, suv toshqinlari, yer qumlanib ketishliklari hammasi bu ilohiy din. İnsoniy din, insonlar o'zlari o'ylab turgan urf-odatlar, qadar-yo'sinlar, to'y ma'rakalar va davlatimizning qonunlari bilan kamsal kabidir. Shuning uchun sizlardan qilayotgan amallarimiz xabarda bo'lib ketmasligi uchun islomni o'rganmoqimiz zarur. Islom lug'atda salomat demakdir. Diniy ma'noda esa haqiqiy musulmon Allohning g'azabidan, do'zaxdan salomatdir. Islomning yana bir ma'nosi poklik. Poklik botiniy va zohiriy bo'lib, islomda kishining botiniy, ya'ni butun a'zolari gunohlardan pok bo'lishidir. Zohiri badan najosatlardan pok bo'lishidir. O'shaning uchun hadis sharifda keltiradiki, islom pokdir, pok bo'lishga tirishing, pok jannatga kirmas deyapti. Ya'ni pok bo'lgan kishi Allohning g'azabidan salomat bo'lmaydi, jannatga kirmaydi deyapti. Allohning yana bir ma'nosi aslam so'zining tajribasi esa Allohning buyruqlariga itoat qilishlik, Allohning buyruqlariga amal qilish deyapti. Shuning uchun Alloh taolo sizlarga eslatadi, ey odam farzandi, garchi o'zing bilmasang ham albatta bir kun boshingga o'lim kelur. Shunday ekan Robbing hukmiga bo'ysun. Axir qiyomatda qayta turib Allohga hisob berasan. Yana aytayapti, ey odam farzandi, bu dunyoda amal bor bo'lsa, lekin hisobi yo'q. Oxiratda amal yo'q, lekin har narsaning hisoboti bordir deydi. Shuning uchun aytayapti, odam farzandiga Alloh taolo aytadi, insonga halollik qatra-qatra keladi. Harom esa senga bo'lib ko'l keladi. Har kimning yemishi halol bo'lsa, dini pok bo'ladi. Dini pok, dili pokning kiygan libosi pok, hatto biror joy, ya'ni lahat uchamizga pok bo'ladi. Shuning uchun Alloh ummatlariga aytayapti, Alloh taolo har ummatlariga eslatadi, ey odam farzandi, kimki deyapti, men taqsim qilib qo'ygan rizqqa rozi bo'lsa, uning huzuriga mol dunyoning o'zi u xohlamasa ham kelaveradi deyapti. Shuning uchun har bir kunga shukr qilishimiz kerak. Har bir daqiqani qadriga yetishimiz kerak. Shuning uchun hammamiz so'ziga boshqa ibodat qilib qo'yaylik. Namoz nima deyapti? Namoz va arab tilida salat deb atalib, tajribada yaxshilikka duo degan ma'noda anglatadi. Bu namoz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratlaridan 1,5 yil oldin Ramazon oyining 17-kechasida bizga farz bo'lgan. 5 mahal namozning farzligi Qur'onda ham, sunnatda ham, ijmoda ham qayta-qayta ta'kidlangan. Namoz balog'atga yetgan har bir musulmon uchun farz ayn bo'lib, har bir kishi o'zi uchun namoz o'zi o'qimoqi farzdir deyilgan. Shuning uchun katta kishi hamma sajdaga bosh qo'yib qo'yaylik. Bo'lgan birinchi namoz o'qiriladi. Yo, mayli, mana endi vaqt ketyapti, mayli eshitaveramiz. Eshityapti, yo, mayli, bemalol, nasib qilsin. Hozir Allohning qo'yiga qilib, ijazamiz kelmay qoldi-da. O'sha o'rniqni ham bugun bo'lishsiz bo'lsa, tanishilsa olsangiz berib qo'yaverasizlar. Men ayol bu masalada belgiga xizmat bo'lishi mumkin, uyalish mumkin. O'sha hozir qo'ni-qo'shnilar muhtojlar bo'lsa, o'sha bilan biliyorsiz, ekos bo'lsa olsangiz bo'laveradi inshaalloh. Hozir daqa kamal jenga buni aybi ekan, ayol kelyapti-da. O'shani qilib olamiz. O'sha ekon orollarimiz o'sha berib qo'yishsa sevgilingga. Appa. Oldu Xudo qalasa, vaqtimiz yetdi. Hadi be.
Bo'ldingizlarmi? Apalar bo'ldi, men jetdilar qarasalar. Sen şimdi bunu işte bir dual verseniz, bakın işte bir şey bir dual versenizler aksakallara gelinizler. Gelinizler bir dual versenizler size. Ona ellememiş mi? Ona ellememiş. Hurmatli opalar, eziler, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shunday hadisi bor. Jarga qurbanini bo'lsalarda ihson qilib buzuqni o'zingizga saqlangizlar deb. O'shuning uchun bergan qo'lda Alloh taolo yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo shu arzularni biriktirib turib olishingizlar. Alloh taolo bularga nasib qilsa, anandan do'rog'ini biraz azmi aytishingizga bersa, ishlar bir duo berib qo'ysa, shu bilan bitiraveradi. Çamandık olsun, tençakçılık olsun, zamanımız tunç olsun. Allah Teala tunçluk versin, şu gençlere ömür versin, biz okşan kanlarına iman versin, imanımız var, selamet olsun. Gençlere kuvalı, urustu, gençlerden var ulan, zamanımız tunç olsun. Dünyada tunçluk olsa bardak olur. Esen var kula, gelin yavuşu aylarga, gelin yavuşu gündürge, Allah Teala'm tün çaman yer yurt, kalay kalkalım yurt benim tün çaman koysun. Düşündük yüz görüşü oturanımızda, Allah rahmetini alsın. Allahu Ekber, Ömer. Allah razı olsun. Otur Meka, otur. Allah Teala razı olsun, çeksiz mahdolar olsun, Muzaffer üçüncüsünden özü kurgup, özü razıçılığına alıp, şu iki dünya bahtiyarlıkta nasip kılsın. Şu Muzaffer'e cerdan çoğulup жүрген Zakircan'ı şu Daytala razı olsun. Ömrünüzde uzun olsun, aldarınızdan olsun. Şu baldardan neleri çevirdiğinde seviyordum Allah Teala nasip kılsın. Canlı yerimiz kaç olsun. Allah'ım iman versin, özünün yoluna salsın, özünün merimini alsın. Şu rızkılardı, kendilerinin rızkılarını tuğumuz, yol versin. Arı bir çoğayvatkan, gelecekten elleri, marispeleriz, baldarımız, baktığımızda aman bolsun, esen bolsun, ölümler olsun bolsun. Dünyada soğuş olsun, kınçılık olsun. Vardık verselerden Allah'ın özü olsun. Özü razı olsun. Rahmat, Muzaffer, can insanlar. Çiçekler uyuşturup, aileleri toplayıp durman gayret olarak geçecek. Dayım kuşlarga okşop, yaşlarınızga, baldarınızga, jigitlerinize, karılarınızga iman, insaf versin. Abi, hedef, ahlak versin. Anan kasa şu eneler, baldarınızdan hiç jamandığını görmeylim. Şuların жақшылығын görmeylim. Hiç ağlamda tınçlık, anan Müslümanlar, elhamdülillah Müslümanlarımız böylesin. Müslümanlarımızga rızkı nasip etsin Allah Teala. Allah Teala'mızga çeksiz mutlu olur. Razıcılık, şunday tınçlık olsun bizlerge. Aziz sharafda keltiradiki sadaqa bergan odamdan, ihson qilgan odamdan Alloh taolo 70 baloni uzoqlashtirar ekan. Oxiratda do'zaxdan himoya qiluvchi hijobga aylantirib qo'yar ekan degan sadaqasini ihson. Ilohi amin. Amin deb qo'yib turgan jamoat ahliga, hammamiz qonunimizga mo'minni mo'mina islom yuradigan, ota-onalarga mehribon, mehr-oqibati go'zal, umri barokatli, rizqi nasibali, taqvoli farzandlarni, nabiralarni bergin. Parvardigor hammalarimizni farzandlarimizni xos musulmonlardan qil.
Nasillarimiz, zurriyotlarimiz esa komil musulmonlardan degan. Ulardan oxirat olimlarini chiqadi. Subhanalloh. Valhamdulillah. Va la ilaha illalloh vallohu akbar. Rabbana in anna maghfir lana zunubana wa qina azabannar rahmatka. O'tir. Shu sanasiga shu qolgan bir akamiz bor edi, aytmayli qo'y degan, biroq Nasir aka degan shu Qirg'izistonda o'tirganlarimiz shu akani duo qilib Bismillahirrahmanirrahim. Robbana ighfir lana va lil ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa lafawa wal ghina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah Taala o'zining yerimizda, iroyimizda bo'rika erzatsin. Shu bitug'amiz qilgan ihsonini qabul qilsin. Allah subhanahu va taolo o'zining Ar-Rahmon surasida yaxshilik berganda yaxshilik bilan qaytariladi degan va'dam bor. O'sha bizning opalarimizga, yerimizga, qarindosh qizlarimizga qanchalik yaxshilik qilgan bo'lsa, o'sha bitug'amizlarga dunyo va oxiratda baxtlilik nasib etsin. Uy bilan tinchlikda, amonchilikda yer-yigit bo'lib, oqshunqar bo'lib Qirg'iziston elini ham shu Qirg'izistonda yashab yurgan har bir insonga foydasi tegadigan insonlardan bo'lib, iymonda, e'tiqodda, ibodatda bekan bo'lib, har insonlardan umrini qilayotgan tijoratlarni intimoqda yashashni Alloh taolo o'zining kuchini bergan. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Alhamdulillahi robbil alamin. Bir rahmatika ya Alloh. Sevgilinize çok rahmet inşallah. Allah'ım el yurtumuz bilan ahli köye qo'l qo'shma bolashaqalardan tinch bo'laylik. Sizlardan so'ramiz. Bolalarlarda, nevaralaringizda tadozi chaplab jo'natgan. Bu yerda asaqalardan kichik bir kunlikdan har bir inson yurib oladi. Xudo xolasa o'zimiz yaxshi bo'ladi. Orqamizdan Qur'on tilovat qiladigan yigitlar chiqadi, xotincha qizlar chiqadi. Kelinglar uchun katta rahmat niyatlarga yetinglar. Yaxshi kunlarni ko'rishaylik. Alloh. Bor chocolate.